Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli televizyon kardeşler. Sual ve cevap namlı programımızın yeni san arkalık sizler bilen yeni yüz gülüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmud Can Damallam. Damallam programına hoş geldin. Allah razı olsun. Kızın karşılığımız. Ben program riyaseti Abdülahad Ucat. Hürmetli arkadaşlar, bugünkü programımızda hakiki ihtiyaçlık bulmay turup, yani ictimai yardım takdim atkan dernekler, teşkilatlardan yardım elişinin ki hükmü ya ki bu şununla alakadar mesele hakkında doktorup ötümüz. Bu programını kön koyup görüşünlerini ümit kılımız. Hürmetli damallam, programımızın birinci sualdan başlasak. Bu hemimizge ma'lum bolgandek, şu ictimai yardım teşkilatları, cemiyetler, şahslar kelgen yardımlarının ki köp kısmı zakat yoki sadaqa yoki sadaqa bitir yoki bir tatavva, yani neple yardımların ibaret nesile. Şunun için hem de bunu ağan hem bir vatkan teşkilatlar kandak nesini başkalarının elip başkalar, yani ihtiyaçlı kişilerge bir vatkanlıqını belirçine aytı mühim. Bunu ağan adamlar bu nemini ele vatkanlıqını, nemini işlet vatkanlıqını ya vatkanlıqını biliş bek mühim. Boğallık için bugün ki programımızdaki suallarını bu temiga merkezleştirişini muvaffak gördük. Şuna birinci sualda zakat nime, sadaqa nime, sadaqa bitirçu. Yani pidye nime, bunu kıskaça bir televizyon programcılarımızga düşündürüp özçele. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu filigramımızı umumi yüzümüz ve halkımız için faydalı kılsın inşallah. Amin. Toğrunu anlap, toğrunu deyişke nisip kılsın. Cemiyetki qaraydigan bolsak, nurgun kişiler eğer ihtiyaçlık küllerde yaşavatıdı. Hoş. Vatandan ayrılış, özününki iqtisadi yardım menbəsinin ayrılış, nurgun qiyinçilik duç keliş. Şu sebepten tabii halda cemiyetlerinin yardımına ihtiyaçlık bolavatkan, bu yardımninki küçü bilen özünün turmuşunu ötküzüvatkan nurgun qarindaşlarımız, nurgun Şarkı Türkistanlık muhacirlar var. Şunun için bu cemiyetke kildiğen yardım menbäleri hakkında kısqış doktoruş mühim bir kurdusul soğandak. Birincisi bu cemiyetler tabii halda bu neslinin özünün yancıqıdın yoki azalının yancıqıdın tabii halda azala ma'lum bedel pul tüyleydi cemiyetke aza olan kişiler. Lekin bu bedel pul bilen o halkka yardım kılıp o ihtiyaçlıklarının hacetini çıkış mümkün emas. Şunun için dünyanın her qaysı şeylerdeki yaxşılık süyer Müslümanlardan kelgen yardımını halk taqtıdı. Oturdaki vasıtçılık rolunu oynaydı. Hoş. Şunun için bu cemiyetke nime kilido halktan, başkalardan, meyle Türkiye işirin yoki sırtının deysek, birincisi zakat kelişi mümkün, sadık kelişi mümkün, sadık fitr kelişi mümkün ve şunun bilen birge bazı fidye kelişi mümkün. Her xil narsalar bu cemiyetin hesabına kirdi. Hoş. Birinci olab zakat degen nima o desek, bu zakat degen lügat ma'nosi zakatninki an-nama ve ziyada deydi arab tilida. Hoş. Malninki üsşi, terakki qilishi, eşşi, ziyada bo'lishi. Yani bir adamning 100 ming TL puli bor, bunun bilan tijorat qildi, 100 ming TL, 120 ming bo'ldi masalan bir yilda. Yani bu mal oshidi. Aşkallık sebepten çoğu keyin ma'lum nisabga yetidi. Şu vaqtda zakat vacib bo'ladi. Yani zakatning lügat ma'nosi nima desa, eshish degan gap. Bu zakatning boshqa ma'nolari kelgan Qur'oni Karimda paklash degan ma'noda kelgan zakat degan so'z. Masalan, qad aflaha men zakkaha
Yani qandaq bir adam özünün qalbini, nefsini paklasa bu adam nicatlıkka erişidi. Dep mi kelgen? Yani bir ayette bununki naiti yaxşı adam gibi raculun zeki deyildi Arap dilinde mesela. Bu yaxşı adam degan mezmunda. Lekin olimlarninki bu zakatning biz to'xtalmoqchi bo'lgan zakat degan nima desa, bu olimlarning qo'llanishidagi mazmuni ma'nosi nima desa, ma'lum Allah subhanahu va taolo malga vojib qilgan 8 turlik odamga berishga, ya'ni 8 turlik yerga xajlashga boylarning malga vojib qilgan pulni nima deb ataymiz desa, zakat deb ataymiz. Bu 8 türlükünü bir bayan kılarsınlar kıskaça. 8 turlik bu mazmunni Allah subhanahu va taolo sura Tavbada alohida bayon qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله. Muş ayette bu 8 tür aniq bayon qilingan. Hoş. Bununki qisqacha mazmunini o'tirib qo'yib o'tsak, Hoş. bu yerda innamas sadaqatu degan bu so'zni ishlatdi. Nima uchun zakat demay sadaqa dedi, lekin bu oyatdagi maqsad zakatdi degan bir savol tug'ilishi mumkin. Bunga olimlarimiz javob berib, sadaqa deganning ma'nosi nima desa, yuqorida sadaqa degan savolni bor. Ba. Sadaqa deganning ma'nosi nima desa, bu minas sidq deydi. Ya'ni rostchilikdan kelib chiqqan. Bu sadaqa degan söz. Bu ayette innamas sadaqatu deb mushu zakat degan lafzning o'rniga sadaqa degan so'zni ishlatishning o'zi mushu yuqoridagi, ya'ni tuvanda bayon qilingan mushu 8 tur 8 yaga pulni xajlaganlikning o'zi mushu odamning iymonining rostchil ekanligiga dalolat qiladigan, rostchil bir yaxshi odamligini uqtiradigan katta amal bo'lg'achqa bu şuna bu sadaqa degan so'zni ishlatgan. Hem shundaqla sadaqa desak, bu hem Allah farz qilgan zakatni o'z ichiga olaydi va uningdan boshqa bir odam Allah ajr mukofot beradi deb nafla, ya'ni o'ziga vojib bo'lmagan pullarni xajlagan-gimi hem sadaqa degani bo'ladi. Bu ikki turni o'z ichiga oladi. Vojib zakatni arishq tegishlik bo'lgan va shundaqla vojib bo'lmagan Allah yo'lida xajlangan pulni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa ve şundaqlı muş 8 türge muş zakatını arışının özü şu şahsının imanının rastçıl ekanligiga dalalet qilish maqsadidir. Şu Allah subhanahu va taolo bu yerda sadaqat degan muş so'zni ishlatgan deb buning olimlarimiz muş javobni bergan. Demak, bu birincisi faqir, ikkinchisi miskin, uchinchisi eg'ir qarzga tushib qolgan kishilar, to'rtinchisi qul bo'lib qolganlar vel g'arimin. İnnemas sadaqatu lil fuqara vel masakin vel amilina alayha vel g'arimin vel amilina alayha vel muallafati qulubuhum. Yani zakat yig'ish xizmati bilan bo'ldigan, yani maxsus xizmati musulmonlarning zakat yig'ish xizmatini o'taydigan bular 3-chi turi. 4-chi turi musulmon bo'lib qolamiki deb musulmon bo'lishini umid qilgan yoki yangidan musulmon bo'lib texi musulmon iymon qalbiga muqim o'rinlashmagan mushunday kishilarga yoki musulmon bo'lib qolishni umid qilib hatto ta'sir ko'rsatgan kofirlar bo'lib qolsa ularga ondan qul azod qilish, ya'ni qul bo'lib qolgan, qulluq qilib qolgan musulmonni azod qilish uchun hajlash. Onundan keyin o fi sabilillah Allah yo'lidagi kurash jihati olsun bu. Meyle onundan başqa Allah yo'liga kirdigan o'rinlarga hajlashning o'zini faridatan minallah Allah subhanahu va taoladan sizlarga farz qilingan deb bu 8 turni bayon qilgan. Bu 8 tur haqida bularning shartlari, bular qandaq odamlar, buningda yani ayrım bir filgramma qilsa qo'ldamda. Yani cho'ng bir mazmun hamdi bu. Nurg'un gaplar va olimlarimiz bu haqda qarzdor deb masalan hamma bir odamninki kichiknam qarz olsin, unga zakat bergan olmaydi masalan. Yani nurg'un shartlar var. İnşallah onundimi keyingi fursatlarda to'xtalamiz. Demak, bu 8 turlik odamga bu zakatcho vojib bo'ladi. Bu
farqi bu yerda. Sadaqa deganimiz cho desa, sizning birinchi savolning ikkinchi tarmoqi, sadaqa degan nima desa, bu bir inson Alloh subhanahu va taolo vojib qilib belgilagan ish emas. Balki bir inson o'zi Alloh bergan ixtisosni Allohning roziligi uchun mukofot, xuddi namoz o'qigan vaqtda farzni o'qib bilan bo'ldi qilmay sunnatni o'qiymiz-ku. Xo'sh. Xuddi shuningdek, sadaqa degan zakot bilan bir yoq qo'ysak, xuddi bir sunnat amal hamda. Nafsli amal, bundoqcha aytganda. Buningki aniq belgilimisi yo'q hamda. Bir odam masalan, manchilik sadaqa qilsin yo manchilik qilmasin. Masalan, manchilik qilmasa durus emas deydigan tarafi yo'q. Bundan bu ikkisiningki farqi bormi? Bu sadaqa bilan zakotningki farqi bormi? Qanday farqi bor desak, birinci olab zakat Allah subhanahu va taolo farz qilgan bir amal. Hem muayyan mal mülkке, altın kümüşke okşıgan, tovar mallarga o'xshagan, ziroat mallarga o'xshagan, muayyan Allah belgilagan hayvon, uloq, masalan, ma'uloqga o'xshagan muayyan narsaga zakat farz. Sadaqa desa, qanday mal bo'lsa bo'laverdi. Nimadan xajlasa bir inson Alloh yo'lida bu bo'laverdi. Bu tarafdan o'xshamaydi. Ikkinchisi, zakat uchun shart lozim. Yani bir yil o'tgan bo'lishi va shundaq mal nisobga yetgan bo'lishi. Yani bugünkü kunda alimlerimiz bir insonninki 86 gram, yani 85 gram, 86 gram, 24 ayar deb qo'ymiz-ku. 24 ayarlik oltindan 85 gram oltini bo'lsa bir odamninki o'zining ehtiyojini eshib turadigan, mushuning zakat vojib bo'ladi degan, demak nisob degan mushu. Yani nisob bo'lishi lozim, ham yil o'tgan bo'lishi lozim. Sadaqa uchun bu nisob ketmaydi, ham yil o'tashmi ham lozim emas. Üçüncüsü zakat yuqorida bayon qilingandek shu 8 turlik yerga xarjlanish lozim. Uningdan boshqa yerga xarjlansa bo'lmaydi. Masalan, sadaqa desa, nega xarjlasa bo'ldi? Boyga versin bo'ldi sadaqani, kafirga versin bo'ldi, o'zining yaqinlariga versin bo'ldi, masalan. Nega xarjlasa, buningda erkinlik bor. Ma'siyat xarjlasa bo'lmaydi tabiiy holda. To'g'ri. To'rtinchisi nima desa, bir odam o'lib ketib qolsa, bu odam zakatini beramagan bo'lsa, ya'ni zakat qarzi bo'lgan bo'lsa, bu adamın mirasxo'rlari miras malını taqitishdan burun zakatni berib o'tish lozim. Zakatni berib, oshqini ondan mirasxo'rlarning haqqi taqtildi. Sadaqa buning aksida. Ya'ni bir odam o'lib ketib qolgan bo'lsa, uni gelinde sadaqa varislari taqitish deyishlik sadaqa bo'lmaydi. Ya'ni malga sadaqa berish uchun lozim emas. An 5-incisi zakatni bermagan adam do'zaxda azoblanadi. Payg'ambarimizning bu haqda yani xabaru am Qur'on-i Karimda vallazina yaknizuna az-zahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim. Deb müşar Allah subhanahu va taolo ularni qattiq azoblaydiganligi bilan tahdid solgan. 6-incisi zakatni boyga va shundaqli o'zi sog'lom, pul topalaydigan kuchli odamga berishga bo'lmaydi. Sadaqancho basi bo'laverdi. Boyga basi burdi. 7-incisi zakatni o'zininki urug' tuqqanlari meyli ana taraf, meyli dad taraf yakın akinilleri urug' tuqqanlarga zakatni berishga bo'lmaydi. Lekin sadaqanicho basi bo'laverdi. 8-ci farqi olimlarimiz o'tirib qo'ygan, ya'ni yuqoridami deyildi. Zakatni kafirliga, mushriklik berishga bo'lmaydi, ammo sadaqanicho kimga bersa bo'ladi. Ya'ni xajlashda erkinlik. Bu har mushu yuqoridagi bir necha tarafdan bu sadaqa bilan zakatning farqi bor. Ana savolning yana bir tarmoqi nima desa, sizning so'rgan savolningki sadaqa fitr mesela. Sadaqa fitr degan nima desa, sadaqa fitr degan Ramazonda, ya'ni ma'lum Ramazonning qabul bo'lishi uchun Ramazonda ma'lum inson o'tkazgan xatoliklarningki afu qilinishi uchun Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bütün musulmonlarga boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, hammadan farz qilgan bir amal hamdir. Buning zakatdan farqi bor. Zakatdan nisobga yetish lozimdi masalan. Lekin bu sadaqa fitr desa, farz amal payg'ambarimizning labzi bilan farz bo'lgan bo'lsa-mu, lekin buning nisobga yetish lozim emas. Ya'ni bir insonning hatto olimlarimiz shu hayit kunlari yeydigan nasba adam bo'lsa, bu ayirish lozim. Ya'ni sadaqa fitrni boshqalarga berish lozim, boshqalar bascho elib xajlisi bo'ladi degan ayna kambag'al odamga. Demek bu Ramazan'a münasebetlik emel, Ramazan'ınki mükemmel ecrige eriş üçün. Fidye degen nima desa, fidye degen
ma'lum bir xatolaşgan vaqtda bir gunoh qilib qolsa inson, masalan, xato adam o'ldirib qoldi, bir odamni so'qib etdi deyli masalan, onun fidye cezası var, o'lgish tarafga berilishi tegishli. Hajda ma'lum ishlarni xato qilib qolsa fidye berishi lazım. Yani bu nima desa, insan bilmeslikten qilib qolgan xatolikning afu qilinishini izlab Alloh subhanahu va taoloning roziligi uchun hajlaydigan pulning nomi nima desa, fidye deb ataymiz. Rahmat oğlum, Allah razı olsun. Yuqorida bu zakat, sadaqa bitirib fidye haqida qisqacha tushuncha berib o'tdilar. Endi bu shariat prinsipi bo'yicha aytganda qanday kishilar, ya'ni haqiqiy faqir hisoblanadi yoki qanday kishilar haqiqiy miskin hisoblanadi, buningki shariatningki bekitib bergan o'lchami nima? Bu haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Allah subhanahu va taolo yuqorqi zakatni farz qilgan oyatida birinchi bo'lib innamas sadaqatu lil fuqara val masakin degan shu ikki lafz bilan boshildi. Bu ikki lafzninki farq bormi desa, albatta farq bor. Bir qism olimlar bu ikkisini o'rtasida alohida farq yo'q degan bo'lsa-mu, lekin farq bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo birinchi bo'lib ayrim bayon qilmaydi. Ayrim bayon qilganligining o'zi bir farqninki borligining dalili. Şunun için alimlerimiz bu haqda qandaq adamni faqir deymiz desa, bunu ikki xil tafsir qilgan. Birincisi, o'zi higidek bir narsasi bor. Ya'ni kundulik hayotini o'tkazgidek o'zininki ahvoli bor. O'zi va o'zininki oilasini az to'liq qamdash iqtidori bor. Lekin yetarlik emas. Az to'liq bir narsasi bor, lekin yeterlik o'ziga va oilasiga yil bo'yicha topgan puli yetmaydi. Bu birinchi ma'nosi faqir degan. Kim o desa, o'zida ancha muncha yegidek narsa uyda uni va masalan bugungi kunda bir tamg'atkidek narsasi bor. Kundulik turmushini normal o'tkazadi. Tuvan darajada o'tkazgidek nimasi bor. Lekin yetarlikmi desa, masalan bugungi kunda İstanbulda bir odam iqtisod faturadan qo'rqib, masalan, gazni ishlatmaydi. Parını işletemeydi uyga. Bu adam yaşamda mümkün yaşıyor. Kıjılnamda elbette kıjılnamda. Yani demek aynı özünün par işletemeydiğen, tok işletişte alahide bir xil ensireş bilen işletediğen, yani mani hecli etsem kiler aydı nim kılamen dep gam bilen turduğan, muşnak adamını fakir değmez. Dep bu birinci tanıştırış alimlerimizden. İkinci tanıştırış nima dese, bu fakir degen özünün uyda olturduğan xalqdan bir narsa tilmeydiğen. Xalqdan o yan bu yana bağmaydı. Mesela cemiyetlergin bağmaydı. Xalqlarmı o adamninki avalinca uqmagandan keyin sormaydı. Nayati izzatun nafs, yani özüne xar qilishni qat'iy xolamaydigan, mushunda turadigan, xalqdan bir narsa so'maydigan, o'zi ehtiyojli turib su oldincha qochadigan mushundaq odamni faqir deymiz. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا. Ve muş ayetinin üzerinde bulanı çoğu. Bulanınki siz şunda karısınız, ulanı baymiki de kalırsız neydi? Ulanınki yaşı, hayatı karab, ular xalqdan bir narsa so'maganligi, nayt o'zining obro'yini, o'zining o'rnini saqlab yashaganligi uchun sirtdan qaragan odamcho desa, madem boyga o'xshaydi deb o'ylab qoladi. Lekin amaliyotda desa, bular boy emas. Bular la yastati'un darban fil ard degani zaminda tijorat qilib yoki hunar kasb qilib iqtisod tepish iqtidori yo'q. Bunda qilinmaydigan odamlar aslida. Lekin ko'rgan odam boymiki deb qoladi. Ameliyatı çok. Çünkü o biraz qiyinchilik tasima so'maydi, so'maydi, biraz qilmaydi. So'maydi. Unda o'gandan bu xalqlar uni uqmaydi yani. Ha. Shu yoki bay deb biladi. Bay deb o'ylab qoladi, lekin amaliyotda u odamcho shunda qiyinchilikda yashaydi. Bu ikkinchi ma'nosi hamda. Bu birinchi ma'nosiga zid kelamdikan bunda. Hozir qadar birinchi ma'nosi uyda o'tiradigan odam uni ilqi
nima onda Yok. azroq biznesi bor. Aha. Azroq biznesi bor, lekin Ya yetmaydi. Ya mesela hazır bu şu cemiyetke karışsak her iki türdeki adamlar tepeli demde. Hı. Mesela birinci türdeki adamlar desek işleydi maaşı az Türkiye şeraitinde mesela 2000 lira, 2000 lira, 20 lira maaş aldıgan. Üyü var. Bundan keyin baldırı var. Tok, gaz, patrolü çıkıdığan. Bu nemde maaş yapmaganlik için pekri hesaplanıdı. Hem bu başka kişilerden, cemiyetlerden berip binası suraydı. Hem kıldı. Yani yerden bir yerden turmuşunu kandırıp gitaraydıgan adamlardı. Bu sile tarif kılan birini tarif etse, ikincisi manın götürse bu ikisinin oturursa zıtık var mı yok mu mesela? Bu xuddi manda qarasa bu iki Mesela birinci cemiyetteki kişilerinki diyet zıtlık yok, belki cemiyetteki insanların türünü bayan kılış. Bunu bayan kılış bak. Xuddi bizga qarshi emas. Bu bir qism insonlar mumkin azdur biznesi bor, lekin bular haqdan so'rayalaydi. Haqdan so'rayalaydi, yetarlik bo'lmag'achqa. Yana bir qism kishilar cho desa, haqdan so'rayanmaydi. O'zining ehtiyoji bo'lsa-mu, o'zining sharafini, o'zining jamiyat o'rnini qo'g'dash uchun haqdan so'rayanmaydi. Mush ikkili turdagi odam faqirga kirdi demoqchiman. Qaysi afzal bo'lish ikisining? Bu ikkisining tabiiy holda ikkinchi turi afzal. Chunki Alloh Qur'oni Karimda bularni alayda maqtadi. O shaxslarga nisbatan ham masalan yordam qilmoqchi bo'lgan kishilarga nisbatanmi agar qaysini tanlash kerak? Albatta, shu surishti qilib, shunda jamiyatga bormaydigan, boranmaydigan, lekin o'zining dardini o'zi biladigan odamlarni bilalisa, shuni tanlash lozim. Shunga yetkazish lozim. Chunki Xo'sh. bir yerdan so'ray olgan odam, ko'ngan odam boshqa odamni so'ray olmaydi. Ben shuni nima qilmoqchi? Mumkin bir necha yerdan elishi mumkin. So'ray oladigan odam, shunga ko'ngan odam. Buning turmushi har shaklda menishi mumkin. Lekin haqdan bir narsa so'rayanmaydigan, numusjon, o'zini alayda bu so'rashning o'zini bir xil ayib deb qaraydigan manda odamlar cho desa, bo'lsa jamiyatdagi mayli odamning do'stlari bo'lsin yoki jamiyatlar bo'lsin, bunda odamni bilalasa, buningga alohida yordam qilish bu muhim afzal. Chunki Alloh bularni maqtadi mujna odamni. La yasaluna nasa ilhafa. Haqdan bir narsani voymang ba deb so'maydi bularni deb alohida maqtadi. Unda bo'lgandan keyin Alloh maqtaganlarga berish albatta afzal. Bu faqir haqida. Xo'sh. Miskin haqida cho desa, miskin deganni bu nayta xo'rlangan odam. Nima uchun xo'rlangan desa, faqirlikning sababidan, kambag'allikning sababidan haqdan bir narsa so'raydigan holat kelib qolgan. Shuning uchun bu xo'rlik, mumkin xo'rlik bayulapmı bir adam xor bo'lib qolishi mumkin. Ma'naviy jihatdan ham kambag'allikdanmi cho xor bo'lib qolishi mumkin. Unda bo'lgandan keyin shunga bu miskinlargami shu faqirlik buning miskin bo'lishiga, ayna xor bo'lib qolishiga, bechora bo'lib qolishiga sababchi bo'lg'achqa, shunga Alloh subhanahu va taolo bulargami cho sadaqadan, zakatdan berilsa bo'ladi deb bayon qilingan. Nimishqalik maskana za matraba miskinan za matraba deb Qur'oni Karimda yani xo'rlikdan yuzi to'piga chaplanib ketgan. Yani asli insonning yuzi to'piga chaplanmaydimi? Bu ne kadar bechorligini ifodalamoqchi bu yerda. Ne kadar bechorligini ifodalaganlikdan shuncha buni miskin ev miskinan za matraba deb sifatildi Qur'oni Karimda va boshqa netiyada Allah subhanahu wa ta'ala mesela emma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha deb Xizr alayhisolamninki Musa alayhisolam bilan bo'lgan voqealigida mushada bularning bir kimisining balig'i baliq tuturgan. Bu kimisi va adamini miskin deb ifodaldimda. Limasakin ya'maluna fil bahr yani baliqchilar. Demak faqat biznasi yo'q adamlar emas. Lekin baliqchilik hunuri var. Aynda bo'lsa-mu, lekin bu zalim podshoh zulm qildigan, shuning oldida xor bo'lgan odamlar bo'lg'achqa bu bechora bo'lib qolgan. Shu oyat shu va amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri deb alohida
Allah subhanahu ve taala şu miskin degan so'zni ishlatdi. Demak, ikkilisini jug'laydigan narsa nima desa, mayli fakir, mayli miskin. Bunun qaysi eng ehtiyojliq desa, olimlarimiz albatta Qur'oni Karimda fakirni boshqa sanagandan keyin fakir eng ehtiyojliq. Boshqa aksin deganlar bor. Lekin Qur'oni Karimda eng muhim bilan boshlaydi odatda. Eng muhimi qaysi desa, shu innamas sadaqat lil fuqara deb boshlagandan keyin shu fakirlar çok eng muhimligi bu. Bunun aniq chiqib turdi. Ham shundaqli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masalan bir hadisda Allohumma inni a'udhu bika minal kufri vel faqr deb mush hadisning o'zida jo desa, kufrlikdan panoh tilgan va faqirlikdan panoh tilgan. Faqirlik demak insonni har xil ishlarni qilishga sababchi bo'lgan yomon illat bo'lg'achqa, yomon bir ish bo'lg'achqa, shu payg'ambarimiz panoh tilgan. Yana bir hadis jo desa, Allohumma ahyini miskinan va amitni miskina. Deb payg'ambarimiz o'zini, ya'ni bu yerda miskin deganlik iqtisod yo'q, bechorlikdan miskin bo'lgan maqsad qilmoqchi emas payg'ambarimiz. Balki Allohning quli, Alloh xor bo'lashda, Allohga banda bo'lashda shundaq bechoralardan, sening oldingda shundaq xorlardan, bechoralardan qil demoqchimda. Unda bo'lgandan keyin payg'ambarimiz birdan panoh tilidi, yana birdan shular bilan birga qilishni talab qildi. Unda bo'lgandan keyin albatta faqirlarning holi, faqirlar ya'ni nafq qilishda, ya'ni yordam qilishda birinchi o'rinda turishi, undan qolsa miskinlar turish lozim. Xo'sh, Alloh razı olsun ustoz. Endi keldik bu yuqorida fakir miskinlar tunishtirib o'tildi. Hem zakat, sadaqalar tunishtirib o'tildi. Endi bu qanday kishilarga zakat berilsa bo'ladi va yoki qanday kishilar zakat olsa bo'ladi. Endi sizlar yuqorida deb o'tganda Qur'oni Karimda buningki turlarini bayon qilgan bo'lsa-mu, ammo hozirgi jamiyatda bu masalalar biroz alışıp ketgandek, ya'ni ba'zi haqliq bo'lmagan yerga birilib ketgan, o haqliq bo'lmagan odamlar olgandek bunday ahvollarmi bu yerda ko'rilgandek bir ahvollar bormi? Shunga bu yerda endi Alloh taolo Qur'oni Karimda uni bayon qildi. Endi shaxslar, kishilar o'zi, ya'ni o'zga bir nima qilish kerak endi. Bunu tatbiqlash kerak. Yani o'lishdan burun o'zi hisob so'rash kerak yani. Yani mushu turdan qaraganda qanday kishilar zakat olsa bo'ldi, qanday kishilar yoki berilsa bo'ldi. Bu haqda sizlar tushundiringlar. Birinchi o'ylab endi yuqorida kambag'allikninki qanday o'z bir insonni kambag'al deymiz deb o qisqacha o'tirib qo'ydik. Birinchi o'ylab bugungi kunda masalan Turkiyaning sharoitida har qanday bir insonninki uy ijarasi, mesela aylık fatura, yani gaz, su puli mesela. Bu nesle adette yani normal işlesi bugün günde bir 3-4 balası var eden bu kasa az diyende 1000 liralık fatura getiren. Az diyende 1000 liralık fatura getiriyor. Her xil çıkımga. Öyünün icaresi az diyende 1200-1300 hatta bir 20 bağıça. Demek bir insanın, bir ailenin ki fakat bu degende 2000 TL yani öy kirası, fatura, muqim chiqimi var degan gapim. Muqim chiqimi var. To'g'ri. Bir inson bir yerda ishildi, masalan, ishlab o odam ishlar har xilimda. Masalan, tuvan maosh 2000 lira desak, yuqori maosh obdaroq ishlaganlar 3000 tuvan ishlashi mumkin. Mumkin. Lekin bizning xalqimizning umumiy ahvoli shu. Ko'p sondagi odamlar 3000 lira ishlaydi. Belki onun tüven yoki shu atrofda. Mushunda bo'lgandan keyin hamda yuqorida biz o'tirib qo'ygandek har qanday bir insonninki uy yo'q masalan. O'zininki oylik uy ijarasi, tok suv pullari, mushni berishni qiyinlanadi. Ishlayotgan puli o'zining oylik chiqimiga yetmaydi. Buningdan qiyinlanadi. O'zining 86 gram, 85 gram kagidek
altın miqdarda iqtisadi yo'q. O'zining ojizidan eshib turadigan. Mushundaq iqtisod yo'q. O'zining ishlashi bilan kunni o'tkazadigan har qanday odam bo'lsa, buning zakat durus. Allah razı olsun. Hem de benimki bu sualını soruşumdaki maksat hem de. Hazır hususen Türkiye'de muşundaq iqtisadi qiyinchilikqa bor qarindoshlarimiz, vatandoshlarimiz soni hali ko'p bo'ldi. Shunga bilan birga yani bu iqtisadi qiyinchilikda balaga yardım qilayotgan tashkilotlarga hali ko'p Mavi Hilal jamiyati boshchiligida boshqa nurg'un tashkilotlar bor kishilar. Bu yerga hamdaligi har xil qarmoqqa sizlar yuqori deb o'tgandek, masalan, boy ko'rinadigan, ba'zisining uyi bor, ba'zisining uyi bo'lmasa, az turib yerda ishlayotgan kishilarni binasiga elishga ehtiyojli qoladi hamda. Bununla qarta jamiyatda bir qism kishilar voy mana falondak odamlarmandaq uyi turib yoki ishi turib mishada oldi ekan deydigan bir xil xato ko'z qarashlarninki oldini elish. İkinci maksat yani şu yerden binası elevatkan qarindoshlarimiz o'zidan o'zi bir hesap sappaqish yani hesap kitap sappaqish ko'rib baqish. Men zaten bu narsani oson bo'lamdi bo'lmamdi deganlarni bilish. Hem shariatninki bu haqdagi hukmini xalqimizga bildirish maqsadida bu savolni Allah razı olsun. Gördüm. Yani bunun da yani ho teşkilatlar olsun, ho şahslar olsun. Mesela şu nesile dürüst bulduğun adamlar kalbi rahat halde verip alsın yani. Yani artık almasın, öz ihtiyaclıkını turmuşunda bir normal güzel kalsa alsın. Onu köygen başka qarindoshlarımızla uluğu başka çıkarmasın, eyipli misin? Ya bu bir xalqimizning nazarida aniqlansin degan maqsadda bu savolni sordum. Allah razı olsun. Bu şu savolga qarata boshqa yana qo'shib qo'yilgan himlar bo'lsa. Bu yerdamda ikki turlik jamiyatlar qilishga tegishlik muhim bir xizmat va shundaqla shaxslar qilishga tegishlik muhim bir xizmat bor. Jamiyatlar qilishga tegishli xizmat qaysi desa, jamiyat o'ziga yordam kelsa, bu yardımның mənbəsinin nima ekanligini so'rash lozim. Bu zakatmi yoki sadaqami? Nima uchun desa, zakat deyilib qolsa, qilingan yordam, o chaqda buni xajlaydigan yer Qur'oni Karim belgilangan o'rin. Uningdan boshqa yerga jamiyatning xajlash haqqi yo'q. Birinchi o'ylab, kelgan yordamninki bu sadaqami yoki zakatmi buni so'rash lozim. Mesela bir teşkilat kadaylı, Mavi Hilal deyli, yani mesela Mavi Hilal cemiyeti deyli, yani bir başka qandaq bir cemiyetke bir yerden mesela 50 bin TL pul geldi. Mani Şarkı Türkistanlık ihtiyaclı kişilerge beranlar dep. Bu 50 bin TL'ni soruş lazım, Müslümandan kelgendeki o pul. Bu zakat pul mu, yoki sadaqa mı dep soruş lazım. Zakat olsa yoki mesela ictimai yardım zakat mesela Avrupa'dan değil ya Arap devletlerinin bir yerden bir cemiyet Türkiye'deki Şarkı Türkistanlıkla qiyinchilik tatib tapdı. Bununla bir yardım toplaydı deb bizdeki içilik adamlarga bir nima başlattı kampanya deyli. Onundan zakat mı sadaqa mı yani degan sadaqamda. Ya mesela ne nasıl keldi? Nafli bir eşemde. Oyna bir nesili geldi, o kelgendikin onu soraş gerek. Onu nima uchun buni so'rayli demoqchiman desa, zakat olsa cemiyetning futquli bog'liqlik. Nega 8 turlik yerga? Undan boshqa Undan boshqa ishlash haqqi yo'q. Hech kimning haqqi yo'q hamda. Jamiyat olsun, qanday bir adam bo'lsin. Qanday bir adam bo'lsin, zakat deyilsa, u zakatni Qur'oni Karimda bayon qilingan o'rindan boshqa yerga ishlatish haqqi yo'q. Şu yerga berish lazım. Şu yerda bayon qilingan kambag'alga, miskinga berish lazım. Eğer bu sadaqa, sizlar bu hajlashda erkin bu pulni, bu sadaqa pul ya i'ani pul, zakat emas deyilsa, shu desa,
O çağda cemiyetler bunun karta işiltişte biraz erkin bulalaydı. Erkin bulalaydı. Kelgen adam ki besa onunki kandalığını sürüştü kılmay. Durus o çağda. Çünkü yukarı diyendek ianı sadaka diyende bir adam mesela hatta bay olsun mu yis bulduğun neyse. Yis bulduğun, günah olmaydıgan. Mavi cemiyetin kılışıktaki işi. Elake soraş. Menbenin nimikkelliğini soraş. Mesela soraşını soğudu. Ondan keyin sadaka zakat ki nimişkelliğini onu dep verdi. Ya zakatı ya sadakını tamam aldı. Ondan keyin sila mesela hazır dilla sadakını bayadan bolsun iyisi buldu. Dilla. Bu aşını yüzünün konu kütesem de. Şer'i tarafın halal mı değilse halal. Yani nefil sadıkını nefil sadıkını bir bay adam ama mesela iyiyse, tamam onun birilse, normal bir hayatta yaşayla biz. Deylik ki 2015'ten burunki Uygur cemiyetinin ki Uygurların ki hayatı. O vaxtda da belki sizinki fikirleri doğru buluş mümkün. Aşağı adam maksadı kanasıma emel geçişi mümkün. Ama hazırki vaziyette mesela Uygurluğa bir kim yerden berse yani %90% tahmin kılığı bolu demdi. Bu mında Uygurlar bek kıyınçılık tatip yaptı. Türkiye mundaki kadar nurgun sebeplerini gözü tutup hatta silimi bir adam aldığa cemiyet namılan basıla değil mi? Mamçak Uygur var, mamçak Tulhotna yallah, mamçak Munda, numara ba. Ne kıyınçılıktan. Kıyınçılık var deyimiz. Şunu göre o adamın nesini bildi. Onda oğan dikidin bir adet ikinci soğanın tanımı mühim. Kandak kişiyle mesela sadakası buldu, zakatası buldu. Diğer mesele ki vaxtda bu aşı bizden halkımızın üzü bilişki tegişlik mesele hamda. Hazır halkın mesuliyeti hakkında hazır oturup koyunuz. Cemiyetin soruşu ne için mühim dese yüzü hatalı çıkamaz için. Sıra alısı buldu diyen ne? Mesela cemiyet ası buldu mu ya halk kişiler ası buldu dildi mi şu? Ya cemiyet ağam pulunun nimikkelliğini soraş lazım birinci tamam olan. soğudu. Soğudu zakat dedi ya sadıkı dedi ya ian dedi. Şer'i hüküm bunu mudayan deyse zakat oğan bolsa zakat şuduğan yegi bemse şu amanetini şu cayığı tek yüzmese oturdu vasta oğan cemiyetle günahkar oldu. Hatalı şunu. Yani boğağılık bulanın hareketi. Nimulen aşı miskin kembagan aşı şeriatta yani üzünün kündülük yani aylık turmuşunu cayda ötkizenmeydiğin, kamdiyanmaydiğin yeterlik bijnesi yok adam gibi bir iş lazım. Zakat olsa. Ünün icarasını tüyleyen mavatkan, su faturalarını tüyleyen mavatkan, üzünün eşip durgan iktisadi yok. Ayında kembagal biçarik bir iş lazım zakat olsa. Tekşürüp bir iş lazım. Zakat olsa. Sadaka dedi. Sadaka dige vakitte bu çağda cemiyet azrak erkinleşir o. Kanda erkinleşir o? Sadaka vatı mı? İş geldi mesela. Cemiyet bir adam talep kılıp iş koyarken bosla de bade. Bu çağda onu cemiyet tekşürü jümey bese erkin. Yani cemiyet şun durus yani. Cemiyet üçün bu durus. Tamam. Bese çünkü bir adam ihtiyacım var dedi. Eğer onun ihtiyacı yoktur mesela. Berep aşında jıkış maksıdır mesela. Kanda maksatlı olsun. Ağam bolsa günahkar üze. Şu şahsının üze. Lakin cemiyetin mesuliyeti yok. Tamam. Onda da şu ikinci numara kileyle hem de. Andım. Hakiki mesela biz eseri yukarıda ötkendek fakirlik nemiski şartıga toşmadı. Miskillik şartıga mı toşmadı. Muşundaq şaraitte turup şu cemiyetler tahtı atkan. Ho zakat deyli ya ki sadaka deyli. Bundaq nasilani ihtiyacın taşqırı halatı ele biliş. Ya ki boşaq ihtiyaclık bolsunma kiyinki aylardakini oylap aşında pul binasını ele biliş. Bunun hükmü nime? Bu bunda qığa vaqtida nimelarni ihlal qilgan bo'ladi masalan şeriatniki. Başkalarınınki hakkı tecavüz qilgan bo'lamdi. Bunun şeriat mesela qanday hüküm qildi, qanday jazo berdi mesela. Bunu aniqlash bak muhim hamda. Yani bu mesele hakkında hamda nurgun kişiler dikkat kılmaydigan ahvallar yüz berganligi his qilindi hamda.
Mesela bir yerden binası kıldıken dese onu mesela huddi teşkilat mesulleri bir yerden binası ekerse siz belki nasıl bu zakat mı sadık mı yakin ne medar soğuğuna okşaş ağucuma suraş lazım mı lazım mı? Bu mesela bir yerden biz binası badi. Bu ne bu? Zakat mı sadık mı? Surab yeş gerek mi ya ki qanday qilish kerak? Bu haqda qisqacha tushuntirib o'tsalar. Anın yuqori degandek jamiyatning mas'uliyati ikki turlik bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'zi kirayotgan kirim manbaining nima ekanligini bilish, Joyiga topshirish. joyiga topshirish bilgandan keyin, andan ikkinchi turlik buni oldiganlarga tushirgan mas'uliyat nima? Shuni ta'kidlash kerak. Desa, birinchi bo'lib bu payg'ambarimiz hadisdagilik el-yedul ulya hayrun min el-yedis sufla. Üstün tuğan kol tüvendin bu yaxşı. Sorgandan bir adamdan bir narsa sorsan ya birdo ya bermeydo. Xo'sh. Onundan çok soğumagan yaxşı. Dep yani umumi İslam'nınki prensibi qarasak xalqlardan bir narsa so'rash, mayli jamiyatdan, mayli shaxslardan bu bir musulmonga nisbatan amal qilib yiroq turadigan ish endi. Amal şaraitlan bozçu, yiroq turishga tegishlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa nurg'un hadislarda o'zininki tirishchanlikqa tayinib yashashning afzaliyati, hatto bir sahobaning qo'llarining nihoyatda qapirib ketganligini ko'rib, mana bu qo'l Alloh yaxshi ko'rgan qo'l bu deb ashuna maqtagan, ishlab qo'l qapaganini ko'rib. Ham yani bir hadiste Allah özünün qoluğa tayinib yaşaganlarını yaxshi ko'rdi. Davud aleyhisselam özünün qoluğa tayinib yaşaydı deb bunu alohida maqtagan. Shuning uchun birinchi bo'lib hech qanday bir shaxsninki, mayli er olsun, ayol olsun, o'zininki tan sog'lom turib, ishlashga qodirati bor turib, hech joyda ishlamay cemiyetlerninki belgini tayinip yaşaşının üzere eğer hata iş mi? Doğru. O cemiyetke, bu cemiyetke verip bir yardım un verdi, bir yardım pul verdi, bir yardım kira verdi, bir sıfat oran tölep verdi. Muşunun adam tayinip, Xo'sh. muyda kıysam mı, günüm ütep gitirken o dep ayallarının içinde xil buluşu mümkün bundak bir vaziyet. Eğitiminiz tegmey. Tekkendim mi, tegmey muyda tursam mı, yana turmuşum yaxşıdırken dep bundak salla az oluş mümkün. Bundak digellikning özellikle ayallar tegmey ayda gepli var cemiyette, emniyetinde emas hem. Emniyette nurgun ayallarının eğitigi şerait yok. Yaki layıqda er yok. Şunun için toy qilmayotganlar bor. Lekin az sonda cho ashunaq ayallarmi yo'q bo'lishi mumkin yani. Ayda cemiyetning yordamiga ham tayinib yashsam, pul yo'q tekkenden mush yaxshi ekan deb qolgan az sondagi ayollar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ayollar cho'qin tegishga layoqatli bo'lsa, be'aning xizmatini qila olsa, tegish lozim. Cemiyetning quliga tayiniblam yashab o'tib ketaman deyish bu to'g'ri emas. Erlar cho'qin ishlash lozim. Hozir nurg'un yerda ish bor. Men masalan hatta mashin chiqanda ishlab, atoliyadaymiz u yerda. Obdan o'ginib, oyda 5-6 ming tiliga ishlayotgan odam bor ekan. 5-6 ming tiliga. Obdan pul Turkiyaning sharoitida. Nimaga tayandi? O'zining kuchiga tayandi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim qanday bir yerda bo'lsin ishlash lozim. Jamiyatning qilgan yordami uchun tayinib hech qilmay yashashning o'zi baka bu xato. Undaqda to'g'ri masalan biz bir fikrimizni bayon qilmoqchi bo'lsak, xususan masalan jamiyatlarma yoki shaxslar bir kishiga yordam bermoqchi bo'lsa, avvalan yani ishlayotgan anaqa baka hech qilmay o'tmay ishlagan bo'lsa-mu maoshi yetmay, uyning chiqimini qamdamayotgan bunday odamlarga yordam bersa, masalan 2,5 ming, 3 ming TL yoki 1,5 ming TL ishlagan bo'lsa, biz men bunchak pulga ishlayman lekin 1,5 ming chiqimim bor desa, uni qamdab bersa,
Bu hakiki hakkı tip ağam buldu. Cemiyetin hakkıya bakan buldu. Aynı şekilde o anmakçı boğallama yani o ayal halırımız olsun. Yani bu başka kardeşlerimiz olsun. Bular amal var. Yani koldan kilişçe sepun halde işlemdi o ya başka yerde işlemdi o işlep. Yani kemmini kamlap kağa yani turmuşunu yine ikinci tartıp kalsa o vakti da an. Cemiyetke berip talep sunsa ma şekilde yardım kılsa en haklık yani Allah'ın aldı deme bu dünyada yüzü yoruk bulduğun bir ahval. Bu en önemli. Yani bu şey mümkün. Ta'kidlash tegishli nokta nima desa, birinchi o'lab baka yetib jamiyatning bagini tayinib yashashning o'zi bu eg'ir xato ish. Shariat cheklaydigan ish. Bu insonga bir sharaflik muhojirga yarashmaydigan ish. İşledi. Lekin ishlasa-mu, ishlagan pul yetmedi. Bu normal. Yetmedi hatta 3 mingga ishildi, yetmedi. Yetmasligi mumkin. Nasıl mümkün? Yetmegen vaqtda yetmegen adam ijara hem nur adamga 3 ming TL mesela saydı yetmeydi. Yetmeydi aniq. Yetmedi, yetmegenni qog'inni berib unaldi mesela. Har xil uyga ishlatiladigan lozimatlik narsalarni jamiyatdan oldi. U chaqda bu odam qat'iy ko'ngilda azab bir xato ish qilib qoldim deb unda ko'ngilni yarim qilmaslik lozim. To'g'ri. Ishlab o'zining qo'ldan kelishi kuch chiqadi. La yukallifullohu nafsan illa wusaha. Allah insan kudret yetken işini hesap alır. Kudret yetmegenden hesap almaydı. Onda oğandan keyin işledi yetmedi. Yetmegen adam taatınmay, katli nimi dep qalak edemey, ya ki cemiyetin ağan narsa bana halal olamı, haram bulamı dep bunun katli ensirmey, yetmegen vakit şu derhal berip özününki imgiçmigi münasebetlik her qanday narsani cemiyet taqtilgan narsani elip yesi bu durus. Katli bunun şek yok. Şuna bunda adamını cemiyet kişiler için eyflemaslık lazım. Palar mesela minin ayeti atöliyat işlevetip mesela atöliyat işlevetip cemiyet ki berip unek geldi. Ya onu aldı bunu aldı. Deydiğin gepler olduken bu toğru emas. Atöliyat kaç pul işledi? 3 ming TL işledi mesela. 3 ming TL işlese bir adamın 3-4 balası olsa, ailesi olsa yetmeydi o pul. Eniq yetmeydiganligi. Unda bo'lgandan keyin atöliyat ishlab turib, baka yetmay, o'zining qo'ldan kelishicha tirishib turib, yetmagan yerga ondan jamiyatlarga berib, taqtilgan yordamni elib yashasa, bu sharaf bilan yashagan odam bu. Lekin baka yetib cho desa, hech qilmay u jamiyatga, bu jamiyatga berib, mening u nimam yo'q, bu nimam yo'q deb kasal bo'lgan bo'lsa, men kasaldim deb yolg'on so'zlab, xotin turib, men xotin emasdik biz deb yolg'on so'zlab ma arqılıq cemiyetlerin yardımcı tayinip yaşayan bozsa, o haram yaşayan bozsa. Ahotun turup ben ahotuna mesleğe avfalım mı üzbegen mi da? Cemiyetten buluşu mümkün. Yani bu dikkat kılışık işler. Peki mühim mesela bir insan özünün koldan kelishi tirishchanlik qildi. Yaxshi haloldan yashash uchun tirishchanlik qilib yetmedi. Qiylandi. Bu chaqda verilgen pul meyli zakat olsun, meyli sadık olsun, ne olsa elip feclisi bulur. Bu yüzüm o, yani azap bir iş kıldım da yüzüne kamçılamaslık lazım, bunda iş kılıp kaldım da. Cemiyetteki başka adamlar için bunda adamını kamçılamaslık lazım, eyflemaslık lazım. Çünkü o adam tirişçi kuş çıkardı. Allah razı olsun Ustaz. Hem de bu en ahirki sualımızga kelsek İslam'da İsar hakkında üçüncü mesele bu. Yani, İsar nemine teşebbüs kıldı bu. Bunun hakiki manası neme, bunun fazileti neme. Kanda kılganda İsar buludu. Bu İsar bizim hazırki vaziyetimizde qanchak zörül mesela. Qandak ahamiyetlik. Bu haqda qisqacha tushunib o'tmasdilar. Bu isar degan so'zningki ma'nosi nima desa arab tilida o'zingdan boshqani o'zing ehtiyojli bo'lgan narsada oldin qadam kettirish degan gap. O'zimiz ehtiyojli turib, yani boshqalarga o'tinib berish. Boshqalarni
men aldığanını ma ason. Asımlar. Men yemigenini ma yison karindişim. Men keymegenini ma karindişim keyson. Digellikning özüne asli esar degan tanlash degan ma'noda. Yani o'zini tanlamay ehtiyoj turib boshqalarni tanlash degan gap. Allah bu haqda Qur'oni Karimda muhojirlarni, ansorilar bu ikkisining munosabatini tasvirlab, ansorilarni sifatlab وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Muş ayette bu ensariler şu muhacirlarını kütüvelep yani boldun ilgir Müslüman bulap iman ilgisi olan kişiler bulanın yenir kelse bula öz ihtiyaclık turup özünün hacıtı bozumu şu hacıtı bağ nesillerini özünün muhacir karındaşları çok ütinip birdik Allah dep bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala alahidi çok bulanı maqtıgan. Bu ayetninki şu sebebi hakkında alimlerimizin nurgun qarashlarını bayan qilib buni en sahih hadisda İmam Müslim'de kelgan bir vaqalik. Bir adam muhacirlardan biri Peygamberimizin yanına kelib ya Resulullah men qattiq egri kunda qoldim. Bak qijilinib ketdi degan. Şunu bilen Peygamberimiz özünün ayallarının uyiga edmevetip madem gibi yigidek bir narsa olsa et çıkanlar dep ayallarının uyiga edmemezse hemmisi şu öyle bir narsa yok. Sulanma başka bir narsa yok degan. Şunda degan vaqtda Peygamberimiz mademni kim iman qildi bugan kim bugan mush adamni iman qilsa men o adamga cennet kirishga kepil bo'laman degandan keyin ansorilardan bir adam derhal özünün uyiga berip ayaldan bizning uyda bir narsa bormi desa uyda bor ballarimiz yegileklam tamoq bor boshqa bir narsa yo'q degan. Yo'q degandan keyin unda bo'lgan bo'lsa bunda bir mehmon bor payg'ambarimizning mehmoni Rasululloh manda dedi. Men shu mehmonni ekilaman ekkagandan keyin sen chiroqni yoqib tamoqni ekkagan tamoqni ekilib bo'lgandan keyin darhal chiroqni o'chirib berdi. Anna ballini cho desa sen boshqa bir ish bilan ularni o'yin tutib Mehmonimiz yesin biz bir gün yemisakmi cho meyle degandan keyin bu ansari haliq adamni uyiga ekkagan ular degan deganda ham bu ayol tamoqni ekiliblam keyincha chiroqni o'chirib etgan. Chiroqni o'chirib etib xuddi bular tamoqni bir yegandek ko'rsatgan nimaga ko'maydigan vaqt haliq g'arib bechora kambag'al och qolgan odamcho mehmon bo'lgan. Mehmon bo'lgandan keyin ertasi payg'ambarimizning yoniga borsa bu odamga payg'ambarimiz cho sizning qilgan ishingizdan Alloh subhanahu va taolo shundoq suyindi sizlarga deb bularning qilgan ishini maqtagan. Shu sababdan bu oyat cho tushgan deyiladi. Demak bugünkidek bir kunda hammadan egir xato ish nima desa jamiyatimizda. Tamam, bir adam yüzüğü nurgan adam hazır bizimiz yardım qılalaydigan bek az. Jamiyatlar taqatgan narsani uyga ekilib jug'lolmay ehtiyojliqni elib qog'inni ammaslikning o'zimi cho boshqa bir qarindishim oson deyishning o'zimi isar kirdim. Yani az sandiki nima uchun desa xuddi bichilak suv kichkinam rang to'kilib kelsa hammani qarqilib o'tgandek. Muşu nurgun haqiqiy ehtiyojliq, haqiqiy sap, haqiqiy yaxshi odamlar bor. Jamiyatning yordamiga, jamiyatlarning yordamiga ehtiyojliq turayotgan shu yordamni o'zininki yetmagan yerga ishlatayotgan nurgun odamlar bor. Layoqatli kishilar bor. Lekin buning obro'yiga ta'sir yetkazayotgan nima qanda desa az sandik adamlar. Belki %10% chiqsa chiqarib bo'lmas chiqmaydi. To'g'ri. Bu odamning cho desa, haftada bir qatim un taqasi uni elayotgan, 15 kunda bir qatim taqasini elayotgan, ana har xil gapli kelayotgan, ay navoyninki un apiribdi satqini.
Navayildim anıldık hem de. Onun ekildi biz ammayımız dedik de. Aynı gapını anıldık. Türk'ün marketligi yağı. Marketliğe ya uyan bir yana yağını çıkıp ben satımen davatkan. Şunun bilen andım bu azsandaki adamның bu selbi, načar kılıqı andım umumi yüzlük dernekten yoki cemiyetlerden yardım elevatkan ihtiyaçlı kişilerinki umumiyüzlük obrazıga yaman ta'sir ko'rsatadi. Şunun için bu kişiler için Allah'tan korkuş lazım. Yani uyda unu bolsa, yağı bolsa, işiltirgan narsa bolsa, onu ziyade uşq elip apirip, anda onu satımen dep, jilnep, manda qilmasdan, belki ihtiyaçlığını alsın, qağının için cemiyet koysun. Yani bir ihtiyaçlık adam alır da onu ona. Mesela bir goşta kattı desek var mı da? Abi yeni 5-6 günlük yetkidek öyle kuşu var bir adam. Qarab bakıp, ben bugün bağmaya ya. Belki benden başka qarindoshlarım alsın. Yeni bir gittim matugap kapatçığını Xudayım bire kela dese. İsarıq kirdi mi? Şu maşından kirdi. Yani bu şereflik insanların kıldığan güzel ahlakı. Bir adet kalan mesele o yardım ediş bu yani İslam çekliğine yapılan iş emez. Fakat ihtiyaç yokturup eliş, onu açgözlük kılış yoki israf kılış. Aslında öyle batırıp yana başkalarının hakkına tecavüz kılış degenlik muşu mesele. Bakaya etip eliş. Hiç olmay. Bakaya etip lam yiyişem cemiyetin yardımı tayinip, yüzünün kudreti turup. Bu şunu Peygamberimiz dediyse zakat durus olmaydan iki türlük adam deb gani ve la li kaviyyin muktesib degan. Birincisi bay adamga zakat durus emas, ikkinchisi ish qila oladigan sog'lom kuchlik adamga durus emas degan. Unda da durus bo'lmaganligini shu odamninki masalan ishlash sharoiti turib, berib berib uni elib olishning o'zi ay shu zakatlik aniq bo'lsa elib olishning o'zi xato. Harom ishni qilgan. İşleşik sharoit turib. İşlemey. Yuqori degandek ishladi, ishlab turib yetmedi. Bu chaqda durus ona nisbatan. Lekin bakayetib tin sog'lom ish qilaydi, qila oladi. Aynda turib bakayetib ishligicha sug'oqda ishligicha unodan men bakayetsammi janimni baqdi ekanman go deyishning o'zi men aromga xatolik qilib bordi. Yani Facebook'tan bizni ko'rayotgan qarindishimizdan birisi savol so'rabdi. Sadaqani kapirga bersin bo'lamdi, odam olam debdi. Bu hatta Qur'oni Karimda val muallafati qulubuhum deb bor. Balki meni abiyatim gapim qarta deganda val muallafati qulubuhum degan kim o? Ashning tarjimasini o'qisin shu qarindishimiz. Val muallafati qulubuhum degan asli kafir shu. Yani Kur'an-ı Kerim'de sadaka emas, zakat. Yani zakat ne? Müslüman buluş ihtimallığı var ma adamdın. Ma pulunu bersak, bunu İslam'a tartış mümkün. Değilgen adamga zakatını bersi bulup deglek. Bunu Ömer Raziyallahu anhu nemi degen? Buron Müslümanlar acizde şu çağda. Muşuna degen biz hazır bu halkınki Müslüman kafirinin kalbini yumuştup İslam'a ekirishga ihtiyacımız yok deb bunu bermigen. Bermigenliginin o'zi shuni bilan bu oyat menga amaldan qalamdi desa unda emas. Ya'ni musulmonning Umar roziyallohu anhuning zamonidagi sharoiti hozir bormi? Albatta yo'q. Shuning uchun ba'zi ishlarga bizlar hissiyotimizga tayiniblam shariatning hukmini voy mundam ish bo'lamdi desak bo'lmaydi. Shu val muallafati qulubuhumning ma'nosi shu va shunda qilmish umum sadaqa degan musho hajlishi bayg'i basin bo'ldigan kafirga basin bo'ldigan narsa nima deysiz sadaqa. Buningdan tabiiy holda kafirga basin bo'ldi desa, dushman sizlar bilan menga musulmonlarga zulm qilayotgan, masalan, muharib urushayotgan kafirga berish to'g'ri emas. Lekin masalan Nurg'iyada, hatto islom dunyosida, Turkiyada olsun, Misrda olsun, kafirlar jamiyat yashaydigan ishlar bor. Nurg'a adamning qo'shnisi bo'lishi mumkin. Islom dunyosida Nurg'iyada bor, Hristiyan bor, masalan Nurg'iyada. Turkiyadami har xil e'tiqodli kishilar bor, ya Yevropada bor masalan. Deylar. Ashunda bir munosabatda ashunga bir narsa hadiya qilsa, o'zining qo'shnisi masalan, kafir qo'shnisi.
Bulandı dese buludu. Şeriatın hükmünde. Alaka biz kafirini yaman gördük dep lan bu hükümni özgertkin olmaydı. Lekin fark nima dese biz bilan urush qilmagan, bizning aramızda bir normal münasebet var mıydı kafirning gepimdi bu. Bizga qarshi harakat qilmaydigan. Allah razı olsun doktor. Evet, Allah'ım. Başka qo'shib qo'ygan söz bormi? En ahirida ta'kidlaydigan mazmun nima desa Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de şu umumi hem adamni adette tirishchanlik qilishga buyurgan edi. Ve kulu veşrabu fes'av yani sizlar zimin şu tirishchanlik qilinglar. Hayatni yaxshi o'tkazish uchun inson tirishchanlik qilish lozim edi. İnsan tirish lazım. Meyli ticaret orqali, meyli hunar kasb orqali baka turish qat'iy bu yaxshi musulmonga yarashmaydigan bir ish. El-mu'minul qaviyyu hayrun ve ahabbu ilallohi minel mu'minid zayıf. Kuchliq, yani imani tarafdan kuchliq, her tarafdan kuchliq bo'lgan mu'min albatta ojizdan yaxshi. Unda bo'lgandan keyin ojiz bo'lib qolish insonga sharaf etkenmeydi. Belki nuqsonlikni olib keladi. Shuning uchun har qanday bir qarindishimizningki tirishchanlik qilishini, baqo yetmaslikni tashabbus qilaman. Şu ben o'ylayman shunday qanday ishlash sharoiti batırıp ishlamay yordam olib qilgan vaqtda uydagi oila bolalarımizga yomon ta'sir berib qo'yishimiz mumkin deb o'ylayman. Aniqamda o balımı şu ayda işlemeydiğen Aslında bo'lishi ham ayda beparvo, g'urun bo'lib cho'ng'ildi. O'zini bir xil xo'rlik his qilishi, endi psixik jihatdan har tarafdan bolaga yomon ta'siri bo'lishi mumkin. Shuning uchun o bolaga qala Alloh taolaning bizga omonat qilgan eng cho'ng omonatlardan biri. Biz ular uchun tirishsak, jafo tortsak Alloh silab ajr beradi. Shularni deb bo'lsa, jafo tortsakmi, yaxshi ishlab, yaxshi o'lgulik ota-onalardan, ya'ni dunyo va oxiratda mukofot qilishadigan yaxshi ota-onalardan bo'lishga tirishsak, bolalarimizning oldida shunday bir nima bo'lib qolmasa deyman. Shu yomon ta'sir bo'ladigan bo'lmaslikni oldini olishga tirishsak deydigan ümidim bor. Allah inşallah şu maqsadga yetkazar. Umumiy xalqimizni ota-onalarni bolalarga yaxshi ulgu bo'ladigan, yomon ishda ulgu bo'lmaydigan, yaxshilikqa, tirishchanlikqa, kuch chiqarishga yetaklaydigan ashunaq ota-onalarni qilsin Alloh subhanahu va taolo. Amin. Hürmetli qarindoshlar, bunun bilan bugungi savol va javob nomli programmamiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelarki sallarda görüşümüz bilan hammalarni Cenab-ı Allah Teala'ga topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.